Bahodir aka, assalomu alaykum. Charchamasmi aka? Mana sizdan 2-oktyabrda olgandik. 2-oktyabrda olgan qo'chqorlarimiz. Oxirgi xaridorimiz kelishibdi. Dilmurod degan boshchiligida Xonobodda endi oldi yigitlari kelib turib ona qo'ylarimiz bor. O'shanga sizlarga qulchilikka keldik. Qo'chqorni zo'ridan olib chiqishdi. Ikkalasini tarozga tortuvdik. Ikkalasi birgalikda 157 kilo. O'ynadi 155 kilo qilib turib kelishdik. Xudo xolisi bilan o'sha 75 ming so'mdan 1 kilo tri vazn sotayotgan qo'chqorlarimizga rozimisiz? Baraka topinglar, sizlar baraka topinglar. Zo'r nasl olish nasib. Mana Xonobodga ham qo'chqorlarimiz ketishdi. Ko'likka olib ketdik. Inshaalloh mana barakasi aka. Ikkita chiroyli qo'chqorlar tug'ildi. Xudo xolisa katta bo'lsa hammasini videosini tashlab beraman. Bu sizdan olib ketganim. Qulog'idagi ikkasi. Bitta sariq, bitta qora olganman. Obuna va izoh qoldirib, yuksalishimizga hissa qo'shing.